Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz 4-bo'lim, 4-dars va biz mini bot bo'limidamiz. Va hurmatli o'quvchilar, mini bot orqali biz juda ham zo'r botlar yarata olamiz. Bularga misol qilib, ya'ni internet magazin bot va ma'lumot beruvchi bot va yana so'rovnomalar o'tkazish, o'sha xuddi Google forumlardek bot orqali ham juda ham ko'p ishlarni qilsa bo'ladi. Xo'p, demak biz darsimizni boshladik. Darsimiz qism-qism, ya'ni bo'limga bo'lingan, o'sha 4-bo'lim va bu bo'limda o'sha mini botga bot ulash. Xo'p, bitta dars rejasini ko'rsatamiz. Tak. Xo'p, demak bu joyda mini botga bot ulash, ya'ni 4-bo'lim birinchi darsi mini botga bot ulash, ikkinchi darsi bot orqali tugmali bot ochish va tugmalar bilan ishlash, xabarlar bilan ishlash, forumlar, foydalanuvchidan xabar olish, reklama yuborish, ijtimoiy tarmoqlarni botga ulash, yangi admin qo'shish, adminlar bilan ishlash. Mini botda oxirgi darsimiz praktika bo'ladi va mini botni o'sha bot yaratuvchi, umuman o'sha mini botga aloqador video darsliklarini ya'ni bonus sifatida albatta kanalimizga tashlab beramiz. Ya'ni kanalimizda har bitta bo'lim uchun yana qo'shimcha darslar bo'lib o'tadi. Ya'ni bu narsa bilan cheklanib qolmaymiz. Xo'p, demak do'stlar, biz 4-bo'lim birinchi darsimizga boshlasak ham bo'ladi. Demak, bu joyga har doimgidek o'sha videoni opsiyasida bo'ladi. Mini bot deb yozamiz. Va mana birinchida chiqdi. Hop, demak boshlashni bosamiz. Bu yerdan sizda ingliz tilida, ispan va italyan, arab tilida va yana qanaqadir va russkiy tilda botni boshqarish imkoningiz bor. Afsuski bu botda o'zbekchani iloji o'zbekcha tanlaysiz, lekin o'zbekchaga ag'darib bo'lmaydi. O'shaning uchun ingliz tili yoki rus tilida ko'rishingiz kerak. Biz qaysi birini tanlaymiz? Bizga qulay rus tili bo'la qolsin. Xo'p. Bu yerda aytayapti, "Добрый день, xush kelibsiz biznesmen", ya'ni bu profilim nomi. Tarjima qilish yo'q. Xo'p, biz mini botni komandasiga, umuman o'sha menyuli tugmali bot yaratish botiga xush kelibsiz va men shunaqa komandalarni bajaradi degan bir tarzda bizga yozuv keldi. Xo'p, bu yerda чтобы добавить своего первого бота использовать команду deyapti va bu yerda добавить нового ботani, ya'ni add bot, o'sha botni qo'shishni bosishingiz kerak bo'ladi. Добавить нового bota qilamiz va bu joydan bizga aytayaptiki, birinchi ishingiz bot fazirga kirasiz va bot fazirdan bizga token olib berishingiz kerak deyapti. Demak, biz bot fazirgagina murojaat qilamiz. Demak, yana o'sha new bot qilamiz va bu botga kod yozmasdan bot yaratish yoki kod yozmasdan bot yaratish info bot deb qo'yamiz. Hozircha vaqtincha shunaqa deb turamiz. Xo'p, hozir xato ketdim. Bo'ldi. Hamma aslida o'sha kod yozmasdan bot yaratish info deb qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni kod yozmasdan bot yaratish video kursini o'sha ma'lumot oluvchi boti.
Xo'p, endi bu yerda qaraydigan bo'lsak, kod yozmasdan bot yaratish, infobot deb oxiriga chiziqcha bot, ya'ni yoki robotni qo'shib qo'yishingiz kerak. Va bizga o'sha token berdi va botimizga kirib ko'ramiz. Hozirda botimizda hech narsa yo'q. Demak, bu kodni olamiz va mini botga o'sha olgan tokenimizni yuboramiz. Va mana o'sha botimiz tayyor. Xo'p, bu joyda aytayaptiki, prostitut qilamiz. Botingiz qo'shildi. Endi biz, hurmatli o'quvchilar, mana shu botimizga kiramiz va yana bitta start bosamiz. Va bizda bu yerda kerakli bo'limlar hammasi chiqdi. Keyingi darsimizda qolgan o'sha funksiyalarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Hozir esa mini botimizni uladik va nima uchun kerakligini, asosan nimalar qila olishimizni bilib oldik. Yana savollaringiz bo'lsa bemalol javob berishimiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa bemalol beraverasiz. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, keyingi darsda ko'rishguncha